G'ova shaharchasining videosini qo'yganimizdan keyin kommentariyada karkidonliklar aktiv bo'lgani uchun mana Karkidon qishlog'iga yetib keldik. Karkidon Namangan viloyati Chust tumaniga tegishli qishloq hisoblanadi. Karkidon aholisining asosiy qismi o'zbeklar bo'lib, qirg'iz hamda qibchoq fuqarolar ham shu joyda yashashadi. Bu qishloqda haftaning har seshanba kunlari katta dehqon bozori bo'lib o'tadi. Chust tumanidagi 19-maktab hamda 57-maktab ham Karkidon qishlog'ida joylashgan. Mana shu yonimda turgan bino Chust tuman Karkidon qishlog'idagi usta o'rinbor jome masjid bo'ladi. Karkidon qishlog'ida yetishib chiqqan olimlar. Barchamiz ijtimoiy tarmoqlar orqali yaxshi tanigan diniy va dunyoviy ilmlar sohibi Abror Muxtor Ali domla ham aynan shu qishloqda tug'ilib o'sgan. Karkidonni men yaqingacha o'sha yovvoyi hayvon nomiga qo'yilgan deb yurardim. Karkidon tarixi haqida juda ko'p farazlar borda. Birinchi faraz aytadiki, bu Karkidondagi hayvon bo'lgan, o'sha nomga qo'yilgan. Ikkinchisi Alisher Navoiyning asarlari lug'atida kark degan so'z bor. Karkidon ham bor. Unda aytgan qush nomidan olingan. Karkidon degan qush ham borda. Lekin u qush ham, bu Karkidon degan hayvon ham O'zbekiston hududida bo'lmagan. Bu noto'g'ri narsa. Endi yana bitta faraz borki, don so'zi makon ma'nosida keladi. Kark o'ziga bo'lsa karki. Tarixiy ma'lumotlarda ham yozilgan. Rus olimlar tomonidan Karkidonga tarix berilganda Karki qabila nomidan kelib chiqqan. Bu Turkmanistonda Karki degan katta shahar bor, hozir ham bor. Bu Amir Temur bilan bog'liq degan nimalarni eshitganmiz. Amir Temur janglarida Mo'g'ullarga qarshi urushda o'sha qabila sifatida o'sha ulardan ham jangchilar qo'shilgan. Kelib shu yerda jang qilgandan keyin shu yerda ma'lum bir qismi qolib ketgan, o'shalardan mana shu aholi kengayib o'sha Karkidon nomi qolgan. Olimlar tomonidan shu narsa aytilgan oldindan. Yoshlar bilib qo'yish kerak o'zining tarixini. Sizga rahmat. Salomat bo'ling. Charchamanglar, ishlaringizga omad. Salom. Rahmat sizlarga ham kelganingiz uchun. O'zbekiston bo'ylab qishin-yozin qulpnoylarni yetkazib beradigan Karkidon qishlog'idagi Shuhrat akamiz oldilariga kelganmiz. Hozir birgalikda parnilarni kirib ko'ramiz. Qulpnoylarga havasiz keladi. Namangan viloyati bo'yicha nomer 1 qulpnoy parnilari aynan shu Karkidon qishlog'ida bo'ladi. Karkidondagi mana shu yangi qurilgan stadionda Soyibjon do'stimiz Karkidonlik bolalarga sportning qo'l jangi yo'nalishi bo'yicha bepul ta'lim beradilar. Karkidon qishlog'i haqidagi video olishimizga bizga yaqindan yordam bergan Soyibjon do'stimizga kattakon rahmat aytamiz. Salomat bo'ling.